Barchaga salom do'stlar. Eng eski ishlab chiqarilgan, menimcha, eng eski ishlab chiqarilgan futbol o'yinlaridan qaysilarini bilasiz do'stlar? Misol uchun, bu o'yinimiz do'stlar shu qadar eskiki, video davomida buni bilib olamiz do'stlar. Biz eng eski o'yinlari bilan bugun tanishib chiqamiz do'stlar. Eng eski futbol o'yini bo'lgan Soccer Skills nomli o'yinimiz do'stlar. Birinchi navbatda kirganimizdan bizga qaysi jamoani, ya'ni terma jamoani tanlashimizni o'zi aytib beryapti. Portugaliyani tanlaymiz, keling do'stlar. Misol uchun Portugaliya ko'zga ko'ringan Ronaldo albatta shu kamida o'ynagan uchun men qo'ydim. Xo'p, alohida gali ko'zga ko'ringan terma jamoalarni bu yerda qo'yib qo'ygan, bu yerda Belgiyani ko'rishimiz mumkin, boshqa jamoalarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, xarita Portugaliya menimcha shu yerda bo'lishi kerak. A few moments later. Yana kutyapmiz, eng yomon ko'rgan Ladin degan joy do'stlar. Afsuski kutishimiz kerak, endi nomi bilan eski o'yin. Menimcha endi o'yinga o'tsak kerak. Xo'p do'stlar, o'yinimiz boshlandi, lekin hech qanaqa A yoki xullas o'ynaydigan anonlar yo'q. To'pni o'zimiz shunchaki olib borishimiz kerak ekan do'stlar o'yinda. Ya'ni A va B qanaqadir teginadigan narsalar, meshka bilan boshqaradigan joylar, qo'ldan olib boradigan narsalarning umuman o'zi yo'q. Qo'l bilan shunchaki boshqarib gol urishimiz kerak ekan do'stlar. Men gol urishga juda ham qiziqib ketyapman. Xo'p do'stlar, Portugaliya va Meksika o'rtoqlik uchrashuvi va 1-0 do'stlar. 11-taym. Men hisobni ochib qo'ydim do'stlar. Hop, gol urganingizdan keyin yana qaytib ko'rsatar ekan do'stlar. O'zga balandroq qilib ko'rinyaptimi do'stlar? Gol urganingizdan keyin alohida dronlar bilan tepalardan olib sizga ko'rsatar ekan do'stlar. Bu o'yin kimga qiziq bo'lsa, kommentariylarda yozib qoldiring do'stlar. Ya'ni o'yin deb yozib qoldirasiz. Xullas, shu o'yinni kim o'ynagisi kelgan bo'lsa, Vartaga xuddi Michael Jacksonga o'xshagan inson turibdi, bilmadim. Meksikada bu payt kim turgan va 2-0 do'stlar, bizda 18-daqiqada yana bir marta hisob ochildi. Kim urdi bu? Kim bo'lishi mumkin? Cristiano bo'lishi mumkinmi do'stlar? Lekin 100 yo'q. 100da yo'q, qosh yo'q, hech narsa yo'q. Shunchaki to'p yana o'yinga kiritib berildi. Xo'p, hozircha lekin uncha narsani bilmayman. Nimalardir o'rganish kerak bunga ham. Idishlarni shunchaki qo'yib yuborsangiz tepaveradi. Shunchaki qo'yib yuborsangiz tepib yuradi do'stlar. Shunchaki bo'ldi. Free kick Portugal. Hop. Free kick bo'ldi do'stlar, free kick. Ya'ni jarima to'pi bo'ldi, jarima to'pi bo'lar ekan. Shunday hali var ham bo'lsa bu o'yinda yo'q. Menimcha var yo'q, lekin jarima to'plari bor ekan. Endi Meksikaga biz qandaydir qo'pollik ishlatdik. Menimcha meksikaliklar to'pni o'yinga kiritib beradi. 37-daqiqa 2-0 hozircha do'stlar. Yaxshi vaziyat, afsuski. Gol. Vartadan gol urib qo'ysin. Oppa. Bizda do'stlar birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa ikkinchi taym. Reklama qilar ekan. Shundan do'stlar, bizda 66-daqiqada juda ham bir chiroyli darvozabon o'yinni to'pga kiritib berdi va mana bu yerdan do'stlar ikkita insonni aldab gol urib ketdik. Do'stlar, bizda o'yin tugadi, ya'ni 4-0 hisobda Marokashni mag'lub etdik. Endi ko'ramiz qaysi jamoalar chiqib ketdi, qaysi jamoalar qoldi. Xo'p, bizni United States, Angliya qolibdi, Urugvay qolibdi, Braziliya, Fransiya, Marokash, Serbiya. Bizda esa do'stlar kimlar? Xorvatiya bilan tushibmiz. Xorvatiya ham do'stlar ko'zga ko'ringan jamoalardan biri. Modric o'ynaydi, adashmasam Xorvatiyada. Ya'ni qaysi bir jamoa odam o'ynardi. 0-daqiqadan do'stlar free kick. Jarima to'pi shundan gol urib qo'ydi. Asta-asta do'stlar, endi jamoalar ham qiyinlashib ketaveradi menimcha. Qandaydir endi nimadir bu gol urib ketdi. Qanaqasiga bunaqa kombinatsiyalar? Bu kombinatsiyani qarang, kallaga endi 9-ga qarab qadayapti. Qiyin, lekin hop. To'p darvozam ustuniga tegib qaytib ketmoqda do'stlar. Bu yerda yana to'plarga kelyapti. Hop, oldik. Yana to'pni olib ketyapti. Yana kalla qo'yapti. Bular kalla qo'yishga juda ham usta ekan do'stlar. Kombinatsiyalar bilan, kallalar bilan juda ham zo'r o'ynayar ekan. Endi xorvatiyaliklarni shunaqa qilib qo'ygan ekan. Vartaga afsuski gol emas do'stlar. Xo'p do'stlar, o'yinga keladigan bo'lsak, hoppa, biroq
zo'r. O'yinga keladigan bo'lsak, o'yinning atmosferasi juda ham zo'r do'stlar. Eski bo'lishiga qaramasdan ko'rishingiz mumkin. Terma jamoalarga chiqib, o'zingiz bir terma jamoangizni qurib, undan yutishingiz mumkin do'stlar va shunaqa qilib o'ynashingiz mumkin do'stlar. Sizga yana bir qiziq ma'lumotmi, bu ma'lumotni 2-1 qildim. Xullas do'stlar, bu o'yinni afsuski Play Marketdan topganim yo'q. Ya'ni telefonning o'zini o'yinlar kutubxonasi bo'ladi. Shuning ichidan bu o'yinni topib oldim. Agar do'stlar qiziqqan bo'lsangiz, afsuski menimcha bu Play Marketda mavjud emas. Ya'ni qidirib ko'rish kerak, ko'p o'yinlar bo'ladi do'stlar. Lekin Telegramdan, agar Telegramda kanalim bor, o'tib shunga tashlashim mumkin agar qila olsam do'stlar. Bizda 24-daqiqa, 26-daqiqa hop do'stlar, yana bizda xavfli vaziyat va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hop, bu yerdan ham bo'lar ekan. To'pni qo'li bilan olib kelar ekan, lekin to'pni u yoqda tomoshabinlarni tovush chiqyapti, lekin o'zi yo'q. Menimcha bu joyi qiyin bo'lgan, shu sababli qo'yishmagan, shunchaki ovozini qo'yib qo'yishgan. Burchak to'pi korner kelgan bo'lar ekan. Uglovoy deydi. Uglovoy ham bor ekan, ishqib. Uglovoy hamma narsalari do'stlar bor. Juda ham qiziq o'yin do'stlar. Borib ko'rishni maslahat beraman. Do'stlar, buni ko'rishingiz kerak. Qanaqa chiroyli gol bo'lib ketdi. Xorvatiyaliklar juda ham kuchli 2 qildi do'stlar. 57-daqiqa. Xo'p. Sekundlar o'tib bormoqda do'stlar. Gol urishim kerak. Yo'q, gol urishdan asrashim kerak. Xo'p, hujum qilishim kerak. Yana bitta hujum. Yo'q. Yomon qilar-ku. To'g'ri, oshirib bersak bu yerdan, buradan kimga tushar ekan? Hoppa! Keldi. Jani yana orqasiga qo'ydim. Eng qiziq do'stlar. Nice. Do'stlar, tilim menimcha qanday toyilib qoldimi tilim. Eng qizig'i hozir do'stlar 71-daqiqa o'tib boryapti. Agar hech qanaqa golsiz o'yin tugasa, extra time penalti seriyasi bo'lar ekan. Bu menga qiziq do'stlar. Buni o'yin oxirida ko'ramiz. O'zi o'yin tugab qoldi do'stlar. Hujum qilgim kelmayapti, lekin hujum qilgim kelyapti. Agar shunchaki chiqarib yuborsa alam qiladi-da endi. Qaytaryapti. Corner kick. Bekor corner kickdan ura olmayman. Lekin baribir bir harakat qilib ko'rishim kerak. 81-daqiqa o'tdi do'stlar. 81-daqiqa o'tib boryapti. To'pni shunchaki olsa ham jarima maydoni berar ekan. Jarima to'pini beraverar ekan. Lekin bular hozir gol urib ketsa, bitta hujum qilishim kerak. Xo'p, endi tavakkal qilamiz do'stlar. Bitta hujum qoldi. Qaytardi hujumni. Hujumni ham qaytardi do'stlar. O'yin tugadi. Full time o'yin tugadi. Penalti. Penalti bor ekan. Penalti seriyasi bor ekan do'stlar. Xo'p, birinchi bo'lib men tepishim kerak ekan. Tepam. Hoppa, gol. Kim bo'lsa ham gol urdi, lekin futbolchilarning ismi yo'q, pastda yulchasi bor, lekin ismi yo'q. Qaytarish uchun nima qilishimiz kerak endi? Xo'p, tepishni o'rgan. Tepish uchun ham bo'yi bor edi. Darvozabonni qaytarish uchun nima qilish mumkin? Surban bo'lmaydi. Darvozabon o'zi qaytarsa kerak menimcha. Tushunmadim, chunki gol bo'lib ketaveryapti do'stlar. Tugamayapti ham. Hop. 5-4. Qandaydir qilib qaytarishimiz kerak lekin. Selkalardan o'tkazib tashlayapti u. Hop. Qaytar. A few moments later. Do'stlar, o'yin 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi, ya'ni xorvatiyaliklar mag'lubiyatga uchradi. Afsuski, uni ekran zapis qila olmadim. Sababli zato yetik do'stlar. Hop, bu yerda Portugaliya, Gana, Niderlandiya, Ispaniya. Biz yarim finalga chiqdik.